Assalomu alaykum kaptar ishqibozlari. Mana Jizzax kaptar bozorimizga tashrif buyurdik. Manzilimiz O'rin bozorida, mebelchilar ko'chasida. Bugun bozorimiz sal kamroq odam yig'ilibdi. Hozir obzor qilib hammasini ko'rsatib beramiz. Udi chubat ayal, udi lahmamiz, oq chubati. Bular 100 ming so'mdan ekan donasi. Nomeringizni aytib berasizmi? 94lik 688 0114. Mana bir jupi ham bor ekan. Sizi chubati, Imramir chubati shooter. Parichka ekan. Nechi pul bularingiz? 200 ming so'm ekan. Buni nomeringizni bering, so'raganlar bo'lsa. Nomer 91lik 91lik 196 95 59 telefon qilaverasizlar. Parichka tayyor. Mana shu bari kaptarlar sotilar ekan, Miramirlar hisobinda. Nomeringizni aytib berasizmi? 90lik 516 89 80 84 250 Miramir 200 ming so'm, sizi 250 ming so'm ekan. Oqchubat qancha? Oqchubatingiz 150 ming so'm ekan. Nomeringizni aytib berasizmi? Nomeringizni aytib berasizmi? 90lik 229 49 80 Mana rossiyskilar ekan. Miramir chubatlar, udilisilar, qora chubatilar. Mana bu ayol ekan bu. Udilar parichka rossiyskilar. Bu Miramir 1 million so'm ekan, udilar parichkasi 1 million so'm ekan. Miramir chubatlar parichkasi nechi pul? Ikkalasi bor. Aha. Nechi pul? Nomeringizni ayting. 91lik 565 6900. Qoralar qanchadan ekan oq tumshuqni? Parichkasi 400 ming ekan oq tumshuq qoralarni. Oqlarni nechi puldan qilib berasiz? 50 ming so'mdan mana uchirishga oqlar. Raqamingizni berasizmi? 90lik 296 27 28 Bularni egasini topa olmadik. Parichka ekan bular. Bu yerda aralash ekan Miramirlar, oqlar, sizi, qoralar. Oqlar maladoylar 50 ming so'mdan ekan. Miramir 100 ming so'm. Lahmachalar parichka ekan, bittaginizdan chiqqan 150 ming so'm. 33lik 023 81 71. Qora chubat ayal, oq tumshuq ishlagan ekan, chuvinashiga garantiya ekan. 200 ming so'm narxi, arkadagi qora oq tumshuq lisiam ayal, oq erkak 150 ming so'm. Orqadagi oq tumshuq qora chubati 300 ming so'm ekan. Miramir chubati 200 ming so'm ayal. Raqam 93lik 864 05. Miramir chubat qancha erkak? 200 ming so'm. Sheykachi 300 ming so'm. Oqchi 200 ming so'm. Buchi uchuviniga 200 ming so'm. Oq chubatimi bu? Nechi pul bu? 50 ming so'm. Ha, nomer aytasizmi? 95lik 95lik 613 57 59 Uchuvini degan o'qlar bor ekan, parichka, piskullar ham bor ekan shu yerda. O'qlar barisi tanliq o'qlar ekan. 100 ming so'mdan deyishyapti. Javob uchuvinishiga. Sariq chubatlar qancha debsiz? Sariq chubatlar sotilmas ekan. Nomer aytasizmi o'qlarni? So'raganlarga? O'qlar 100 ming. Nomeringizni aytasizmi? 91lik 565 70 70. Aloqaga chiqarasizlar. O'qlar bor ekan. O'qlar qanchadan ekan?
80 ming, 100 ming so'mdan ekan mana shu oqlar. Miramir Chubatichi? 500 ming so'm ekan. Bu nomer berasizlarmi? 91lik 898 29 29. Ikkita Sizi Lahmanogi parichka sotilar ekan. Nech pul deyapsiz? 200 ming so'm ekan jupi. Nomeringizni bering. 90lik 538 69 29. Mana qizil sariq chubat piskin so'raganlarga. Qizil chubatichalar 50 ming so'mdan, ha? 50 ming so'mdan qizil chubatichalar. Piskinchalar. Aka, nomeringizni aytasizmi? 99 904 27 26. Oqlar 300 ming so'mdan ekan. Nomer 90lik 515 9050. Avlin nech pul ekan? Bizdan tushirib chiqaravermayman. 80 ming. 80 ming so'm. Nomeringizni berasizmi? 90lik 90lik 311 51 51 51.